Hormanglar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ko'pchilik so'raydi, shu internetim ishlab turibdi deydi, mana bizim tomonimizda internetimiz turibdi. Mana internetimiz turibdi. Lekin internetimiz turibdi, lekin anaqaga Chrome'ga kirganimizda internetimiz ishlamayapti deydi. Ko'pchilikda shu savol. Birinchi maqsadda mana shu 2077 turibdi. O'sha soatimizni bugungi sana bilan to'g'rilab olishimiz kerak. Xo'p, buning uchun mishkan tugmasini bosdim. Настройка времяga kirdim. Bu tomonda mana bu galochkani o'chirib qayta yoqib qo'yaman. Bugungi sana bo'yicha bugungi sana bo'yicha qo'yib qo'ymasanglar, mana shu kompyuterimizdan bugungi sana bo'yicha qo'yib qo'ymasa, internetimiz ishlamaydi, tormoz bo'lib turadi. Agar mana hozir kiraman, bu yerdan internetimiz ishlab ketyapti. Mana shu soatda hamma gap mana shu soatda bo'ladi. Soatimizdan to'g'rilab internetimizga kirishimiz mumkin. Agarda shunaqa vaziyat bo'lib qoladi, Chrome'ga kirganimizda yuqori qismida aylanib turadi, mana bunga o'xshab aylanib turadi. Shunaqa payt bo'ladigan bo'lsa, soatimiz o'zgargan, lekin internetga kirmayotgan bo'lsa, buning uchun bitta перезагрузка berib olishimiz kerak bo'ladi, bo'ldi. Shuni o'zi.